Bugun biz sizlar bilan Krupskaya ko'chasidamiz. Ya'ni orientirlarimizni aytaylik. Rudaki maktab. Rudaki maktabni hamma biladi. Rudaki maktabni oldidagi joylashgan shu asfalt ko'cha. Bu yerda ham o'zingiz bilgandek gaz, suv, svet, kommunikatsiyalari hammasi sentralniy, hattoki sentralniy kanalizatsiya ham bor. Xo'p, lokatsiyalarimizdan yana dal yuradigan bo'lsangiz, o'ng tomonda tamoyna joylashgan. Markazki podiyomdan ko'tarilib chapga burilasiz. Xo'p, bu yerda o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu yerda ayting, bu yerga o'zimga mos qilib chiroyli bir proyektim bor. 8 joy bo'lsa, 4 bo'lsa deb istab yurgan odamlarga bir chiroyli variantimiz chiqib qoldi. Agar biz hozir sizlarga ko'p vaqtinglarni olmasdan uyimizni ichki qismlarini ko'rsatamiz. Hozir kirib ichlarini ko'ramiz. Bismillah, ketdik. Voy, uylari uncha eski ekan demaysiz aka. Bu uylarni buzib turib, o'zingiz anchadan beri, yoshli paytingizdan beri manaqa uy solaman deb orzu qilib kelgan har bir erkak kishining o'zining orzusi bo'ladi. O'sha orzungizdagi uyni solsangiz bo'ladi shu yoqqa. Ko'rib turibsiz, yerimiz tekis, 4 sotidan iborat bo'lgan. Kommunikatsiyalarimiz, yana aytamiz, gaz, suv, svet hammasi bor ekan. Bu yerlarda olib turib, keyinchalik bu yerda budishisi bor. Bu yerda olib, orqa tomonga uy solib, oldiga bir chiroyli biznes qilib qo'ysangiz ham bo'ladigan holatda bo'ladi. Bu uyda prosta yashamasdan pul topsangiz ham bo'ladigan variantlari bor. Hozir biz sizlarga uyimizni u burchakdan bu burchakdan ko'rsatamiz va nomerlarni aytib o'tganmiz. Ekrandan uzoqlashmang, bitta like bosing, biz uyni ko'rsatamiz. Boshida aytganimdek, uyimizni egasini nomerini bugun aytamiz sizlarga. 0558 76 76 76 raqamlariga telefon qilasizlar. Uyda egasi o'zi olib kelib sizlarga batafsil polni ichki xonalarga olib kelib, bu yerda doполнительный nimalar bor, hammasini tushuntirib beradi. Aytganimizdek, narxi kelishim bahoda bo'lyapti. Sizlar Uybozor Osh Realtors agentiyasining reklamasini ko'rdingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.